Kuni ertalab men ariqqa keldim va suv ola boshladim. Baqirimning ichiga bir narsa sho'lp qildi. Qarasam baliq ekan, qo'lim bilan ushladim. Shunda baliq menga gapirdi. Tog'ajon, meni qo'yib bering. Lubboy 3 ta tilagingizni bajaraman. Bo'lmasa meni birinchi tilagim odamga aylanasan dedim. U menga ko'zingizni yuming dedi va odamga aylana boshladi. Qarasam takoy narsa ekan, menga qarab gapira boshladi. Tog'ajon, ikkinchi tilagingizni ayting. Qarasam baliqni qurti borga o'xshadi. Menga qara, agar bo'sh bo'lsang borib shahardan metan borib olib kelaylik dedim. Mayli, borib kelamiz. Lekin meni mashinam yo'q-da. Mayli, ikkinchi tilagimga metanlik jentra paydo qil. Marhamat tog'ajon. Buni qarang-ku, u meni aldamagan ekan, menga jentra berdi va biz yo'lga otlandik. Men unga qarab, balig'ing bormi? Kechirasan, yigiting bormi dedim. Yo'q, hali balig'im yo'q, tog'a. Menga qarasa, menga yoqib qolding. Xohlasang shaharga uyim bor, borib maza qilib o'tiramiz. Mayli, yuring. Men shaharga keldim va student jiyanimdan kvartira kalitini oldim va uyning ichiga kirib 3-tilagimni aytdim. Iltimos, bu ish qilmang. Bugun meni tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kuning bo'lsa hammadan yaxshi. Maza qilamiz deb ovoz chiqara boshladi. Men qilgan ishimdan pishamon edim. Butun umr o'zimni kechira olmasam kerak. Men uni pishirish emas, kavob qilishim kerak edi.